Xeyr, hammaga salom. Yaxshimisizlar? Autosped o'yinini ikkinchi qismini chiqarishni boshladi. Let's go, давай. Ketdi. Mana hozir yuklanmoqda degan ovoz chiqdi. Aytgancha Sancho kanaliga obuna bo'lib qo'ying va yana qadrdonlarim bor. Naruto kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Naruto kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu mana yuklanibdi. Hozir biz mashinamiz bilan qilib turamiz, tanishamiz. Cobalt, Spark, Nexia 3, Nexia 2, Nexia 1, Damas, 206 Jiguli, Prorov, Volga, Onyx, Gentra hamma tanilgan, Captiva 1, Malibu 2 Pyramid, K5 mashinasi, Dodge Sherife, Chaser degan mashina, Mercedes Tahoe, Gelik, Mercedes, BMW X5, BMW Motorz, BMW M5, Gret, Huracan'da yeble. Ana kim tomosha mana bir o'tam McLaren Hummer oxirgi mashina Cybertruck oxirgi mashinamizni qani ketdi. Biz video olishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib hozir ana pauza. Bismillah. Tok. Kanal chiqmayapti-ki. Chiqsa ham kanal ochish kerak. Ana chiqdi. Ronaldo. Sizlarga bitta anom bor. Ronaldo Messi o'shani yozib, kommentariy yozib ketinglar. Kettu. Plik. Naruto. Ye ovozini san. Qutma. Ya, hep ketdik aloqqa. Qalamzor bo'lmasam oldingi safar Ravon bilan Nexia 3 bilan o'zi Ravon bilan tanilgan mashina bilan ana o'ynadik. Endi bu safar Gentra o'ynaymiz. Endi bu gal Damas o'ynaymiz. Yana qanaqa mashinalar o'ynashimiz Let's go. Brize ishtirok etiyor. Ye qutma hey. O'ylab qolaman ikkinchi olam.
Sizlarga yana bir bor bitta anom bor. Sizlarga Naruto 2 yoqadimi, Naruto 1mi? Qani o'shani kommentariyaga yozib keting. Voy. Avtomatdami? Bizlar ana qolaylik. Bizlar mashinani tuning qilib kelaylik. Qani tuning. Sportchilarni pauza qilib turamiz ungacha. Qani ketdi. Videomiz tugashiga 1 daqiqani oshib qopti. Mayli. Hammaga xayr. Bu video tungi videoda chiqaramiz. Bu video chiqaramiz. 3-qismga ko'rishamiz. Xayr ham